qanday beriladi olamni haqqini? Zo'r savol berdingiz. Javob bering. Mana yoritib ketdik. Bu endi darsida до конца savob qilsam butun qilay. Har bir odam, mana misol uchun men olamga nima beryapman? Men 30 yil mashina tikdim. O'zbek xalqini chiroyli ko'ylaklar tikib berdim. Hamma meni duo qildi. Men zo'r tikuvchiman. Undan keyin insult bo'ldimmi? Insult bo'lgandan keyin o'tirib qoldim kalaskaga, o'rnimdan turishga sababchi bo'ldi balzamlar. Ya'ni balzamlarni ichib oyoqqa turdimda va unchalik qiziqmadim biznesiga. Keyin sekin o'sha ofisga borib, 1-2 marta ofisga borib o'tirganimda spikerlarning gapirgani menga yoqdi. Ya'ni boshqacha gaplar gapirganga, zo'r gaplar gapirar ekan, hayotga degan qiziqish uyg'otar ekan, zo'r ekan sityovoy biznes dedimda. Birinchi marta sityovoyga qiziqdimda. O'shandan keyin sityovoyga kirdimda, psixologiyaga yaqinlashdim. Keyin bu qanaqa gaplar deganda shu spiker, sahnaga chiqqan spiker Saidmurod Davlatov gapi bor, bilasizlar? Saidmurod Davlatov gapi bor desa, Saidmurod Davlatov kim ekan deganda kitoblari bor, zo'r dedi. Keyin o'shani kimdir menga podarka qildi. Saidmurod Davlatov o'qiysanmi? O'qiyman dedim. Keyin o'shani kitoblarini o'qishni boshladim. Qarasam zo'r uyg'onish, ya'ni o'zingni o'zing bilan tanishtiradigan kitoblarda. Bu psixologiya juda ham yaxshi narsa qizlar. Odam o'zini o'zi taniydi. Потому что borku vaqt kelsachi 80 yil ham yetmas ekan. O'zingizni tanishga. Odamlar yillar davomida o'zi bilan tanishadi. Men shu psixologiyada 10 yildan beri yurgan bo'lsam, 8 yil deylik, 8 yil ichida o'zim bilan tanishayotgan bo'lsam, bir 10% mi tanishdim Oltin xonim bilan. Hali 90 ni bilmayman men kim ekanligimni. Mana shu misol uchun hozir men o'zimning missiyam bilim berish. Ya'ni agar bilimni olib hamma bilimni o'zimni qo'llanib, baldarimga uyretib, qizimga uyretib, bulayjasa, mamlaqa qil, qarzdan mamlaqa chiqar, qarz olma, pulni mamlaqa ko'paytiradi. Bitta mamlaqa olamdan mana shunday so'raysan, o'zingni mamlaqa tut, namozni mana bunday o'qiydi, Alloh bilan bunday bog'lanadi deb 3 ta bolamga o'rgatib, boshqa hech kimga o'rgatmasdan to'rtalamiz zo'r yashab o'tib ketsam, bu uchun javob beraman. Ertaga Alloh menga aytadi, "San" deydi, "Men senga shuncha bilim berdim, shunday talant berdim" deydi. Ya'ni odamni miyasigacha yetkazib beradigan damozga men talantim bor. Bu endi Alloh tomonidan berilgan. Mana shunday qasiyatim bor. Это хорошо. U Alloh menga aytadi, "Shunday qasiyat berdim senga" deydi. "Sen nega faqatgina 3 ta farzanding bilan krisovat etib, o'zing to'rtalang zo'r yashab, sekin survarding" deydi. Mana o'shada Alloh taolo tushuntiradimi? Ya'ni men bilimim bormi, maksimalni bo'lishim kerak qizlar.